Qarz albatta bu inson uchun bir og'ir narsa. Bunga yo'liqmaslikka harakat qilish kerak. Agar yo'liqib qolsa, Alloh taolodan duo qilib albatta so'rash kerak. Abu Said radhiyallohu anhu aytadilarki, Ansorlardan Abu Umoma degan bir sahoba bor edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga kirsalar, haligi sahobani ko'rib qoldilar. "Ey Abu Umoma, namoz vaqtidan boshqa paytda sizni masjidda ko'rmoqdaman" dedilar. Haligi sahoba aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, meni g'am va qarz bosib qolgan" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Men sizga shunday narsani o'rgataymi? Agar unga amal qiladigan bo'lsangiz, g'amdan va qarzlardan qutulasiz" dedilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga haligi sahoba, "Ha, o'rgating ey Allohning rasuli" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Tong ottirganingda va tunga kirganingda mana bu duoni o'qigin" dedilar. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani va a'udhu bika minal ajzi wal kasali va a'udhu bika minal jubni wal bukhli va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Qala fafa'altu dhalika fa'adhhaba Allahu hammi wa qada anni dayni. Rawahu Abu Dawud. Ey Allohim, men sendan g'amdan va xafagarchilikdan panoh so'rayman. Ojizlikdan va dangasalik-dan panoh so'rayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh so'rayman. Qarz bosib qolishidan va kishilarni g'olib kelishidan panoh so'rayman. Mana shu duoni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'lim berdilar. Men shunga amal qildim. Alloh taolo meni g'amimni ketkizdi va qarzimni uzishimda o'zi yordamchi bo'ldi deganlar. Bu duoni doimiy ravishda hammamiz o'qib turishimiz kerak. Qarzi bo'ladimi, bo'lmaydimi farqi yo'q. Chunki bu yerda boshqa narsalar ham bor. Sunnatga muvofiq duo mana shu duo bo'ladi.